İkinci mavzu hürmetli vatandaş bunlar. Amerika Cöngo bir meydan sohbeti, yani soda sohbeti başlandı. Şangamet Bahatır'ı Liyoxu meydanda hazır buldu, lekin sohbetki katnaşmaydı da görsetti. Mavzulu haber 1. ayının 7. günü Torbeti ilan kılındı. Haber bundan başlandı. Amerika Cöngo sohbet vekilleri Beijing'de sohbet başladı. Şangamet Bahatır sohbetden naq meydan görünüşünü haber kılıp tarqatdı. Cungo Devlet Mahkemesi'nin muavin veziri Liyoxu sohbet meydanında hazır buldu. Universal Matbuatlar 2019 yılı 1. ayın 7. günü haber kılıp bundan görsetti. Amerika Qo'shma Shtatlarının muavin sohbet vekili Jeb Gresh vekilligidagi Amerika sohbet vekillar o'miga 6. günü Beijing'e yetip gelip 1. ayının 7. günden 8. günügacha Cungo'da yeni bir meydan savdo sohbetiga qatnashdi. 1. ayının 7. günü Amerika Cungo ikki taraf sohbati başladı. Shangang Janub shahri gazeti 1. ayının 7. günü haber qilib mundaq ko'rsatdi. Naq meydan tarqatilgan suratdan qaraganda sohbat vakillar umiga nurg'un yordamchilar tarafidan org'a elingan. Bolup mu Cungo taraf şundaq arığı elib elingan. Haber mundaq görüldü. Cungo Devlet Mahkemesi'nin muavin veziri Liyoxu Amerika'nın sohbet vekiller ümigini naq meydanda kütüp aldı. Lekin bu qatimki ikki sohbetga bevosita qatnaşmaydı. Haber yana mundaq görüldü. Gerçi Cungo'nun muavin veziri Liyoxu ve Amerika'nın başka münasebetlik emeldarları Robert Lighthizer bu qatim sohbetga qatnaşmışımı, lekin bu sohbet o'tgan yil 12. ayının 1. günü Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping son urushini to'xtatish kelishimini imzolagandan beri Cungo Amerika ikki tarafdan qatim yüz o'ltirgan sohbet, yüz o'ltirib qo'yilgan sohbet deb qaraladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Amerika Cungo ikki taraf 3. ayının 1. günden burun kelishimga kelish kerak. Bundaq bo'lmaydigan Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Cungodan import qilingan 200 milliard dollarlik tovar mallarga 10% baj qo'yishni 25% baj qo'yishga ko'taradi. O'xshashla Yaponiya Asiya obzorlari jurnali Torbeti 1. ayının 7. günü haber qilib bundaq ko'rsatdi. Xabardor kishilarning so'zlariga qaraganda, agar Beijingda o'tkazilgan suhbatda ilgirlash bo'ladigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Cungoning Reis Xi Jinping bilan 2019 yilning avvalgi yerimida yana bir qatim ko'rishdi. Bu qatimki suhbatga qarta Amerika taraf suhbat boshlanishdan burun Prezident Trump 1. ayının 6. günü bundaq ko'rsatdi. Ben Cungo tarafının kelishim imzolashini umid qiladi, kelishim imzolashni umid qiladi deb hisoblayman. Ularning ya'ni Cungoning iqtisodi hozir yaxshi emas. Iqtisodning yaxshi bo'lmaganligi suhbat tanqidining har qachon bo'lishiga ko'ch bergan. Bu hafta o'tkazilgan suhbat nima natija berishi mumkin deb savol qo'yilganda Prezident Trump men ularning ya'ni Cungoning kelishim imzolaydiganligiga ishonaman deb javob berdi Prezident.